Unisini so'raman-da. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hovlimizda kafil terishlar bo'layotganda hozir ustakalarimizdan intervyu olamiz. Sizga ham shunaqa kafillar narxlari, terish narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir savollarimizga javob topamiz. Ustaga hormang. Sizdan ozgina intervyu olamiz. Mana shu mikrofonini topib olsangiz. Voz beraymi uni? Ha? Sizga bizga mana shu kafellar narxlarini aytsangiz, ishi bilan narxini aytasiz. 0 holatdan shu holatga bitirish necha pul ketishini aytib o'tsangiz. 0 holatdan bu holatga keltirishimizga kafellarimiz, sifatli kafellar olinadi. Shu holatda bitishi uchun 1 kvadrat 350 mingdan tushadi material ichida. Agar yo'q, materialni men o'zim olib beraman deydigan bo'lsangiz, bizning xizmatimiz 1 kvadratga 120 mingga aylanadi. Bu qilgan ishlaringizda videolari, kataloglari bormi? Ha, hammasidan bor. Telegram kanalimiz ham bor, Instagram profilimiz ham bor. Bemalol o'tib ko'rsa bo'ladi. Shu videoni tayyor silkalarini qoldirib ketamiz. Egalariga qanday bonus qilib berasizlar yoki kelishtirib shu haqida gapirsangiz. Egalariga endi shu, Xudo xolasa, aloqaga chiqsa, uchastkalarni ko'rib, kelishilgan holatlarda xizmatlarimiz yo'lda chiroyli qilib beriladi-da. Xizmatlar qayda? O'zbekiston bo'yichami yoki Farg'ona? O'zbekiston bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha, ikkita viloyat bo'yicha bemalol xizmatlarimiz bor. Yana qanaqa xizmatlar ham bor sizga? Bitta pol emas, bundan tashqari so'kil xizmatlari, hammom, sanuzel, basseyn, shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqsa, ko'ngildagidek qilib chiroyli narxlarda qilib beriladi.